Mana turnik o'rnatamiz hozir. Brus turnik 3 в 1. Hozir ilmoqlarini qotiraman. Mana derzaklarini o'zim qildim. Piterka list topdim. Bu yerlarini bolgarka bilan kesib, mana qiyshaytirib, svarka qildim. Boshqa iloji yo'q edi. Avtogenim yo'q, qizdirib qiyshaytirishga. Hozir shu jarayonni ko'rsataman. Mana hozir ikkitasini ilyapman. Keyin pastga ham ikkitasi qotiriladi. Mana o'rnatdim. Bunisiga ham bitta derzak to'g'ri keldi. Balantiga ham normal edi. Mana turnik ham tayyor. Endi ruchkalarni qo'yaman. 1 2 3 4 5 6 8 ta ruchka olish kerak ekan.